Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bizning kanalimiz obunachilari bizni kuzatib o'tganlar. Mana bunday effektli arstollarimiz tayyor bo'ldi. Ko'rishlaring mumkin. Kommentariydan xudo xolasa bitta ustakamiz chiroyli mamlaqa qilib, zakon zamoniylar qilib yasabdi. Mana bunday mana arstollarimiz. Mana ishlash jarayoni hozir to'kkalab qo'yganmiz. Xo'p, ustaka, endi bu to'g'risida ma'lumotlar berib yuboramizmi aka? Aristollarimiz haqida. Ma'lumotini beramiz. Mana buni ishlashidan boshlaylik, ha? Ishlashni aytamiz aka. Mana 50 gradusga ko'rmoq chiqdi. Graduscha ko'taramiz. Bu o'zi qo'ygan gradusda ishlayveradigan narsa-da. Kompyuterli ekan-da bular aka. Miyalik, Miyali. boshqaradi. O'zi boshqaradigan. Gradusda ketyapti bu ishlar. Bu tentlar. Bundan tagida ikkita bor. Ha. Bu 4 ta samarezini almashadi bu. Ha, montajlar boshqa qilinadi. Hamma narsada qo'yiladi. Bu bozorda juda serob, 15-20 mingga buzilib qoladigan narsa emas. Mabodo buzilsa Juda hamyonbop narsa, lekin ish berishi effekti vobshe zo'r aka, xudo xolasa. Ish berishi zo'r. Endi buni qilib ichini ko'rib olaveradi. Ishlayaptimi, yo'qmi, issiq hozir qo'l. Juda qo'l kuydirdan ekan. Ishlashlari. Hozir ikkitasi 875 vatdan 1 kilovat atrofida to'kiygan. 150 to'kdi. 157-58 bo'lyapti. Shunga qarab rasxod qiladi. Bu kuchli bo'lsa, bu ham kuchli, effekti ham kuchli bo'ladi. Ha. Omali hozir ham juda zo'r. Bemalol 53 gradus bo'ldi. 53 60 ga qo'ygan bo'lsa, o'shani o'lchab o'zi yonib ishlayveradi. O'ta to'kdi ekonom qiladi, rasxod o'ta kam. Xo'p, buni qayerlarga tavsiya berasiz aka? Buni tavsiya beradigan joylaringiz, vazifalari. Bitta xona batareyasiga ulatsa ham bo'laveradi. O'zidan ham issiq chiqaradi. O'zidan Hammomni ichiga qo'yib qo'ysa ham bo'laveradi. O'zidan issiq chiqarib xonani ham isitaveradi. ha. Xullas, universal nimaga ishlataman desa ishlataveradi, faqat o'zini chegarasida. Bitta xonaga bunchalar ishlasa bo'ladi. Xolasin uyda isitsin, xolasin hammomga foydalansin. Bemalol suvdan foydalanaveradi. Chunki bu nержавейк, ha? Toza material. Toza material, suv zanglamaydi. Aristollarda masalan material hozirgi kunda chorniy metalldan ishlanyapti. Juda ko'pchiligi nержавейкаdan emas. Bunimiz nержавейкка qolinligi necha bo'ladi stenasi? 2 lik, hamma joyi 2 lik. Hamma joy toza 2 likdan bo'ladi. Mana o'zi quloqlari ham ko'rinib turibdi. O'sha materialdan bo'ladi. Toza 2 likdan. Xo'p, bularimizni narxiga keladigan bo'lsak, narxi qanaqa bularimizni? Narxi 2 million so'm. Dastlabki ichida O'zbekiston bo'ylab xohlagan tochkasiga faqat katta trassadan olishadi. Ha, uygacha emas, faqat shu katta liniyagacha-da. Katta liniya shu texnikalardan berib